foydalaring, zerkalaring turadi. Istoriya bo'limida polni qilgan foydalaring hamda qilgan zararlaring tursa, nastroykasi bu. Hozir menda demo shot. Chart bo'limida bo'lsa, shu grafik, bitta aytganimdek, valyutniy paralar. MetaTrader 5 hamda broker mavzusi bilan ham gaplashib oldik. Endi biz tradingni misol uchun noldan boshlovchilar uchun sizlarga anaqa kerak bo'ladi, ya'ni birorta strategiya kerak bo'ladi. Grafikda o'zlaring savdo qilavermaysizlar. Xo'sh, endi xullas brokerdan ro'yxatdan o'tishda aytdim. Turlarini aytdim, tradingda savdo qilishda. Endi grafiklar bilan ishlash. Ya'ni shu bizda grafik JPY USD ni grafigi. Shuni oshdek taxminan buy sell qilib ishlab ketmaymiz. Ya'ni o'zlaringga kerakli bo'lgan strategiyani o'rganishlaring kerak birinchi o'rinda. Ya'ni bozorda klassika bo'ladimi, bu SMC bo'ladimi, ICTmi? YouTube to'la ma'lumot. Misol uchun o'rganmoqchi bo'lsalaring, shu ключевой so'zlarni YouTube'ga yozsalaring, misol uchun klassika, ya'ni price action, SMC yo ICT deb yozsalaring, YouTube'da ham ancha ma'lumot kelib chiqadi. Xudo xolasa men ham boshladim, bag'aga polni full smart money bo'yicha darslar berishni boshlayman. Shu grafikda analiz qilgan holatda buy yo sell ga ochishlar mumkin. Misol uchun bu yerda analiz qillaring, sell beryapti. Misol uchun sell ga ishlaysizlar. O'sha aytganimdek MetaTrader 5 platformasida sell ochasizlar. Yo'qsa buy beryapti, buy ochasizlar. Shu grafiklar bilan shunaqa ishlanadi. Menimcha noldancha o'zlaringga anaqa onlayn deb o'ylayman, bilim onlayn deb o'ylayman. Chunki brokerda tushuntirdim. Qaysi savdo turlarini tushuntirdim. Mana grafikni tushuntirdim. 4-5-danmi xullas. Keyin o'zlaringga kerakli valyutniy para yoki metalni tanlab olishlaring ham kerak. Misol uchun men asosan yevro, JPY, keyin tillarda ishlayman, ko'proq tillarda ishlayman. Sababi, ya'ni hammasida ishlasa bo'laveradi, o'zlaring xohish, lekin o'sha ma'lum bir instrumentni ustida ko'proq ma'lum bir oy yo yil ishlasalaring, uni xarakterini ham bemalol bilib o'rganib olasizlar. Bitta narsani aytib qo'yay, tradingga kiryapsizlarmi, o'sha riskka tayyor bo'lib kiringlar. Ya'ni ertaga ma'lum bir miqdorda pul yo'qotishga tayyor bo'lib kiringlar. Chunki bu risk bozor misol uchun strategiyalar asosida yurmaydi. Shu o'rganayotgan strategiyalaringiz ham ma'lum 70% ishlaydi. Даже 80% ham emas. O'shaning uchun signal kanallar, VIP kanallar shaxsan o'zimda ham bor. To'g'ri, ularning garantiyasi bo'lishi mumkin. Общий bir haftada yo bir oyda bari stop loss uradi. Misol uchun meni VIP kanalimda ham stop loss uradi. Man degan dunyoning eng kuchli treyderlari ham bolalarda kamida stop loss bor. Ya'ni stop loss urgan, pulni slif qilgan. Lekin bitta narsani aytib qo'yay, tradingni o'rganyapsizmi? Uzog'i 1 yil. Uzog'i 1 yildan keyin o'sha natija qilishda, dohodga chiqishda boshlaysiz. U zararlarga qarab tradingni tashab qo'yish kerak emas. Sizlar bilan necha minut bilmadim, 20 minut ichida xullas AZFX bo'ldi. Bu kanallar Telegram kanaliga tashaladi. O'shaning uchun bemalol gapirdim. Montajlar ham chiroyli bo'lmadi. Shunchaki tushuntirdim noldan o'rganuvchilar uchun. Keyingi dars bozor strukturasi, smart money birinchi darsi bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa xursandman.